tekin bo'lib ketdi aka. Aziz obunachilar, sizlar uchun tekinga apparat topib qo'ydim desam ishonasizlarmi? Zo'rlari bor, arzoni bor. Hozir ko'rasizlar. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska bosib qo'yinglar. Aziz obunachilar, sizlar uchun eng yaxshisini doimlaman va eng arzonini aytaman. Bitta ko'rsataylik. Nima deyapti shuncha apparat? Kelinglar, nizlardan boshlaylik bitta. Mana bu ko'rib turgan nizlar, tagida ballonchilari ham bor. Ichida aytaymi nima borligini? Ezda 800 originali bor. Mana 4 dona bor bundan. 4 dona. Unaqa qimmat emas. Buni egasi $400 dedi. Korobkasi bilan bir parasi. Olasizlar, olib ketaverasizlar. Lekin remont bo'lgan, yaxshi remont bo'lgan. Ishlab turgan sostenasi zo'r. $400 ga korobkasi bilan mana undan ham arzon qilib berish mumkin-da bu narsani. Faqat telefon qiling, gaplashaveradi. Kelamiz yaqinroq. Batareyni bilganlar biladi. Mana 2 dona srednisi bor. Mana bu to'yxonada turib bitta joyda ishlagan, zavoddan olib kelib, bitta joyda qolgan bo'ldi. Bu original batarey. Qimmat turadi juda. Mayli sizlarga $500 ga qilib beradi, lekin o'zi kelgan narxi undan ancha-muncha qimmat. Original $500 bir parasi. Bunaqa dinamikni dash topa olmaysizlar, dash sostenasi ham zo'r, qaranglar. Nima deyapti bu? Вообще zo'r. Endi yana bittasi bor, hozir sizlarga Martin Audio bor, mana. Martin Audioni ham originali bor. Originali bu o'sha zavoddan chiqqan bitta to'yxonaga kirgan, ishlagan bo'ldi, xolos. Bu mana bu passivniy holatlar, lekin yaxshi. Passivniy ko'rinishlari вообще zo'r. Buni ham sizlarga arzonlashtirib beraman. Xo'p, aziz obunachilar, Xilinx'ni 260 modelini sifrovoy protsessori bor. Buni olinglar sizlarga bir qancha qilib beray? 150 bo'ladimi? 150 qilib beray. Xo'p, batareyni o'zini protsessori bor. Bu ham sotiladi. Narxini keyin aytamiz va Mickey kanesni 2,5 mingdan 5 ta bor, 5 tacha bor mana shundan. Arzonlashtirib beramiz. Borsa bir 200 emas, 150 qilib beraylik. Undan ham o'tib beramiz. 5 ta dona bor, 5 ta. Apshim zo'r. Endi qaraylar, yana bitta narsa bor bu yerda. Mana bu katta sapni ko'ryapsizlarmi? Nima deyapti bu? Divanashka sap katta bitta to'yxona qo'yib qo'ysangiz ham buzaveradi. Ichida RCF 18 dyum originali bor. Kelinglar, mana shuni ham sal arzonlashtirib berib yuboramiz. Nima deydilar? Xo'p, buni mashturishini bir parasini, mana shu bitta anaqasini $500 deymiz. Ikkitasini 1000 ga olib ketsalar, yana ham kelishtirib beramiz. Bu anaqasi yo'q. Xo'p, bundan tashqari bu yerda apparatga mos narsalar juda ham ko'p. Telefon nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Telefon qilasizlar va pustoy korobkalar ham bor. Faneradan yasalgan har xil turdagi korobkalar bor. Bu boshqasi qiladi, faqat telefon qilsanglar rasmlarini boshqasini tashlab berishimiz mumkin. Lekin tayyor holatda hech narsa qilmagan. Mana ko'rib turibsizlar, mana. Bu ham RCF'niki mana. Buni ham $500 ga qilib berib mana qaranglar. Tayyor holatda. Korpuslari вообще chiroyli mana. $500 ga magazinga original narsa bermaydi. Driverlari ham originalda, yaxshi narsa. Olib to'yxona qo'yib qo'ysalar ham, o'zi bitta to'yxona turgan, yechilgan, olib kelingan hamma narsa. Shuning uchun sizlarga tavsiya bergan bo'lardim va pastda nomerlarni qoldiraman. Sog' bo'lasiz.